30 ta omad tangasi, ijodkor kartasi va sovrin yo'lini tekinga yutib olishingiz mumkin. Hozir men sizga buni tushuntiraman. Undan oldin videoga birdan like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Tadbir ancha oldinroq kelgan, nima uchun endi video chiqaryapman? Instagramda juda ko'pchilik bu haqida video chiqargani uchun men chiqargim kelmagan edi, lekin obunachilar so'ragani uchun men lichkalarimga o'tib hatto so'rashdi, shuning uchun chiqarishga qaror qildim. Tadbirlarga kiramiz va men bu yerda ish yuborish tadbiri bor. O'sha joyga kirsak, chap tomonda mana tadbir turibdi. Men hozir ish yuborishga kiramiz va nima qilishimiz kerak? Naruto rejimida va Spider-Man rejimida kontent qilib, Instagram, YouTube yoki TikTok platformangizga joylaysiz va silkasini mana shu joyga belgilaysiz. O'sha videoning tagida обязательно mana bu hashtag bo'lishi kerak. Video silkasini mana bu joylaysiz va qaysi platformaga joylaysiz belgilab, shartlarni qabul qilasiz va yuborishni bosasiz. Yana aytgancha, mana taklif kodiga o'zingiz xohlagan kodingizni kiritsangiz bo'ladi, do'stingizga yoki boshqanikini. Agar hech kimni kiritish bilmayotgan bo'lsangiz, menikini kiritsangiz ham bo'ladi. Oldin aytib qo'yay, bu majburiy emas. Sizga hech balo bermaydi menikini kiritganingiz bilan. Shunchaki agar kirsangiz, bo'sh turgandan ko'ra xursand bo'lardim va yuborishni bosamiz. Bo'ldi, shu bilan agar videoingizlar tasdiqlansa, mana shu kartani beradi. Omadinglar kelib qolsa, sovrin yo'li yoki omad tangasini yutib olishinglar mumkin. Mana bu do'stlarga arzon va ishonchli yuz servis kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tib xarid qilishingiz mumkin. Silka Instagram bioda.